Ochlar mana keyingi qo'chqorimiz laqabi Dubay. Dilinining liniyasidan. Dilinining liniyasidan bu qo'chqorimiz. Ko'rishingiz mumkin. Rang chiroy, garbanoslar o'ta chiroyli qo'chqorimiz. Kastiyagi zo'r. Alohida e'tibor beradigan tarafi to'shlari bo'ladi. Xo'p, rang ro'yi ham rosa ochiq svet bo'ladi. Bunaqani arashanchilar juda suyadi. Mana ko'rishingiz mumkin. Bularimiz ham 4 tish bo'lgan-a? 6 tish bo'libdi bu yil mana. Qo'chqorimiz 95 plus ekan. Mana bundan ham tushgan qo'zilarimiz bor. Ularni ham hozir video davomida qo'yib ko'rsatib o'tib ketamiz. Bu ham mana qo'ylarimizga qo'shilgan. Bu ham mana shunaqa. Bu 90% bo'lgan qo'chqorlar, qo'chqordan chiqib bo'ldi. Endi buni bolalarini ko'rsatamiz, hurmatli obunachilar. Mana qo'ylarimiz ham bu qo'ylar sotilmaydi. Bizda soliq qo'y, mana Abduxalil akam soliq qo'ylarini sotmaydi. Faqat buni qo'chqorlarini sotiladi. Bu qo'chqorni qo'zi qo'chqorlari bor, o'shalar sotiladi. Soliq qo'ylarimiz, soliq qo'zilar sotilmaydi. Shulardan bir e'tiborga olib qo'yasizlar. Chunki bu qo'chqorlarni sotishdan maqsad hozir bu qo'ylarimizdan уже 2 marta bola olib bo'ldik. Endi bundan bag'iga bularni qo'shadigan bo'lsak, urug' ayniydi, boshqa haligi nasli aynib qoladi. Shuning uchun endi bularni qo'shib bo'lmaydi. Chunki o'zini qizlari bor-da. O'zini qizlariga qo'shib qo'yilsa, urug' aynib, уже zotga putur yetadi. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu qo'chqorimizdan sotuvda, agar kimda-kim qiziqsa, kelib savdosini qilib Abduxalil akam bilan gaplashadi. Lekin bunda to'sh ancha yaxshi. Ko'rishingiz mumkin. Bu qo'ylarimiz bilan juda zo'r ishlaydi bu Dubay. Ya, aşağı ko'rsatilgan qo'chqor qo'zilarni. Mana hurmatli obunachilar, o'sha yerda grafda prembi bolalaridan tushgan qo'zilar, soliq qo'zilar bularimiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Bularimizni qulog'i mana qulog'i 20 plus bo'ladi. Bularda ham mana garbanos, kastiyak, mana shu bu yilga tushgan qo'zilarimiz. 4,5 oylik, 4 oylik bo'lgan. Bular soliq qo'zilar. Bular tomoshaga, hurmatli obunachilar. Mana quloqlari ham, kalalari ham katta-katta. Endi buni ko'rishingiz mumkin. Bular ham mana soliq qo'zilar. Mana asha grafdan tushgan bolalar mana razrezlari bilan, hamyo'qlari bilan, kastiklari bilan chiroyli berib qo'ygan. Hozir mana shu 4,5 oylik qo'zimiz necha kilo olib qo'ygan? 60 kiloga boradi. 60 kilo, 65 kilo. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana bularimiz qo'zi. Shu graf liniyadan, graf prembi bolalaridan tushgan qo'zilar, soliq qo'zilar. Bular sotilmaydi. Bular tomoshaga, mana qo'chqorimizdan qanaqa qo'zilar tushadi degan savolga javob. Hali isboti bilan bo'lsin deydi gapim. Mana rang ro'ylarini ham rosa chiroyli bergan bu qo'zilarimizda. Bular soliq qo'zilar hammasi. Ko'rishingiz mumkin. Bu mana shu 3 yil 4 yilga seleksiya natijasi bu. Mana shu qo'zilarimiz bu yil tushib. Endi bu yerda qo'chqorlar, katta qo'chqorlarning sotilishining yana bir sababi mana shu qo'zilarga sakrab qo'yishi mumkin-da. To'g'ri. O'shaning uchun sotiladi. Qo'chqor almashtirish kerak. Qo'chqorni almashtirish maqsad, bolalariga sakrab qo'ymaslik. Mana
Quloqlarini ko'ryapsizlar, hurmatli obunachilar. Bular mana mana ko'rishinglar mumkin, hurmatli obunachilar. Mana bu sekin Abduxalil akam o'zi haligi qo'zilarni ajratib qo'ygan yoshiga nisbatan. Chunki shu ozuqa berayotganda katta qo'zilar bularga yem bermay qo'yishi mumkin-da. Ana shuning uchun alohida qilib yoshiga qarab qo'yilgan. Bularimiz shu 3 oylik, 2,5 oylik qo'zilar bular. Bular ham mana shu qo'chqorlarimizdan tushgan mana qizlar bular ham. Bular ham sog'liq qo'zilar. Xo'sh. Mana ko'rishinglar mumkin. Bularimizni ham qulog'i 20 plus. Rang-ruglari, kastaklari hamma yo'q joyida. Mana qora qo'ylarimizga mana shu sog'lig'imiz ham Hisor qo'ydan tushgan. Mana quloqlarini ko'ryapsizlar. Endi bu seleksiyadan asosiy natija mana qo'yni rangi, ro'yiga qaralmaydi. Qo'chqoringiz yaxshi bo'lsa, mana sog'liq qo'zilarni, qo'zichoqlarni zo'r beradi. Mana bunda ham razrez hamma yo'g'i bor. Bularimiz necha oylik bo'lgan? Oldi 4 oyga bordi, 3,5 oyga. Oldi 3,5 oyga bordi mana shu qo'zilarimizni. Bular ham mana tomosha. Hammasi sog'liq qo'zilar bular. Bular sotilmaydi, hurmatli obunachilar. Bularning otalari sotiladi, qo'chqorlarimiz. Bu qo'chqorchalarimiz mana shu graf liniyada, graf prembo bolalarning qo'chqorchalari. Endi ko'pchilikda katta qo'chqorga qurbi yetmay qolsa, mana shu kichkina qo'zichoqlarimizni kelib gaplashib olsa, sal pul yengilroq bo'ladi bularimizni. Mana ko'rishinglar mumkin. Kim kelib nima qilib tanlab olsa, mana shu narxini qarab mana qo'zi tutish. Narxiga qaysi biri ma'qul kelsa, ko'ziga yoqsa, o'sha qo'chqorchalarimizni olishi ham mumkin, hurmatli obunachilar. Mana bunimiz ham mana shu grafdan tushgan qo'zi mana shu qo'chqorchamiz. Mana shularimiz 5 oylik bo'libdi mana. Buni mana garvanoslari ham ajoyib. Quloqlari 20 plus. Mana oyoqlari ham baquvvatgina ekan. Mana bunimizda razrez, kastyak. Mana shu otasini o'zi bo'lgan. Mana shu qo'chqorchamiz. Kelib mana shu qo'chqorchalarimizni savdo qilishinglar mumkin. Qani? Xo'sh. Bir joyga to'planishmadi endi. Naqach. Bayda qo'chqorchalarimiz eng kattasi 5 oylik bo'libdi, 5 oyga yaqin. Hammasini tug'ilgan chislosi, nimasi Abduxalil akam o'zi daftar yuritadi bu qo'chqorlarimizga. Hamma qo'yimizni qachon tug'ilgan, qachon ekol qilingan, hamma narsasi yozib boriladi. Mana ko'rishinglar mumkin. Mana shu qo'chqorchalarimiz sotuvda. Kimda agar qiziqish bo'lsa, shu Abduxalil akamga murojaat qilib gaplashib, lekin kelib ko'rish kerak. O'sha qoshdi o'sha eshikdagi. Mana hurmatli obunachilar, ko'rishinglar mumkin. Dubayda ko'rsatdik. Qo'chqorimizda mana shunaqa qo'zichalar tushgan. Endi bular necha kechkiroq. Bularda ham qulog'i mana shu 20-19, lekin bunimizni mana
yuz ko'rinishini juda oq beradi-da mana. Chiroyli. Chiroyli svet. Yorqin svet bo'ladi bular. Agar maqsad bu ikkalasi ham qo'chqorcha. Mana. Orqalarini ham ko'rishinglar mumkin. Mana. Agarda bularda ham savdosi bo'ladi, mabodo kimdir olaman deydigan bo'lsa, bron qilib qo'yadi bunimizni. Abduxalil akam o'zi shu to'ra sutdan chiqarib, o'sha qo'chqorcha qilib beradi. Onasidan ajragandan keyin olib ketishinglar mumkin. Assalomu alaykum Arashan Barako'z kanali a'zolari. Mana bugun Abduxalil akam qo'ralariga kelganmiz. Bu qo'ralardan kelganimizdan maqsad shu qo'chqorlarni ko'rsatish. Qo'chqorlarimiz liniyasi graf, krem bozorlari, hammasini klikarkalari va chiplari bor. Graf liniyada qo'chqorlarimiz bor.